Tug'ruqxonaga borsangiz ko'ring. Tasini olib borgan bo'lsangiz, kim bugun tug'ruqxonani boshqa qilsangiz 2 metr yigit chiqadi. Men deydi. Shu ayolmi? Ha, shu ayolni hamilasi bilmayman, ha, o'zim tug'diraman. Qani ichkari o'tiringlar deydi. Siz ertalab kelasiz, ketaveringlar deydi. Nima? Bu meni rashkim yomon, men ko'zimni oldim, men shu turaman men, qayerga ketaman men? Men qarang, 20 yilda bu yerda ishlaymiz. Hammasini o'zim tug'dirganman shularni hammasini. Buni ham chiqarib qo'yib, davay. Olib kiringlar. Bo'lmasa olib keting, boshqa tug'ruqxonaga olib boringman. Men qarab boshqa ayollardan yo'qmi? Yo'q, bugun men erkakman. Shu yerda men dejurman. Birinchi martaba sen qanaqa odamsan? Qo'ying shuncha yil ishlayapti ekan. Bu mayli uka olib ketaman, men ushlab turaman. Olib chiqib daraxtga boylab qo'ygan. Qani eri, chaqiringlar bu yoqqa. Suyunchi bersin, o'g'il. Yugurib kel, nima bo'ldi desa? Xotiningizga gap yo'q. Qoyilman. Bunaqasini ko'rmaganman. Hammasini o'zi, baquvvatda, o'zi 4,5 kilo bola tug'ildi. Hammasi o'zi. Faqat yonida atrofda qizlar yordam berib turdi xolos. Men kabinetimda o'tirib turdim. Siz rashk qilmang yomon odamman desa, baribir rashkim yomon mana. Qancha beray? Pul kerak emas, faqat mana shu eshitib qo'ysanglar bo'ldi. O'g'il 4,5 kilo. Nega xotiningizga gap yo'q? Baribir alam bor ekan, chiqib ketadimi? Topgan kasbingni qarab, yoshligingda rosa xalos qilgan ekansan-a.